Nega bugun ko'pchilik qo'shimcha daromad uchun aynan Uzum marketni tanlayapti deb o'ylab ko'rganmisiz? Sababi oddiy, lekin ko'pchilik bilmaydi. Uzumda savdo qilishni asosiy ish bilan birgalikda yuritish mumkin. Faqat bitta muhim narsani to'g'ri qilish kerak. Meni ismim Muslimuddin Maqsudaliyev. Uzum marketda 3 yildan beri savdo qilib kelaman. Oyiga deyarli 700 ming savdo aylamiga egaman. Tajribam davomida 2,5 mingtadan ortiq o'quvchilarimga Uzum marketda o'z do'konlarini ochishga va yaxshi daromad olishga yordam berdim. Endi sizni ham shu yo'l bilan tanishtirmoqchiman. 4-5 fevral kunlari soat 20:00 da bo'lib o'tadigan Uzumda daromad strategiya nomli bepul onlayn intensiv darsimga sizni taklif qilaman. Bu darsda siz qanaqa qilib Uzumda noldan biznes boshlash, Uzum market orqali $1000 dan $5000 gacha daromadga chiqish formulasi, minusga kirmasdan xavfsiz start olish yo'llarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Ishtirok etish mutlaqo bepul, faqat ro'yxatdan o'tib Telegram kanaliga qo'shilish kifoya. Quyidagi havolani bosing va o'rningizni band qiling. Shoshiling, bu imkoniyat keyin sizga yana qaytmasligi mumkin.